Prosechka setka yordamida yana bir ajib bir dizayn ishlangan bir joyini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu joyda bir tamadduxonani hovlisini ihota qilib o'rashlik uchun aynan mana shu prosechka setka va metal profillardan ishlatilgan. Prosechka setka 1/1 qalinlikdagisi xud setkada 1 kvadrat metri 38 ming so'm va to'rga to'rt profil 18 ming so'm va bu joyda 3x3 profil ishlatilgan, u 15 ming so'mni tashkil qiladi. Kimgadir shunaqa mahsulotlar yoki bo'lmasam bularni o'rnatib berish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib xud setkaga murojaat qiling. Xizmatlarni tugal qilib, chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Raqamlarimiz ekranlarda, bu tomonda zina ushlagishlari ham.